Ukam, to'xalxona qanaqa ekan? Bitta o'dziv. Interyerga ham shay gapi. Interyer, komfort, funksiya yorgan lekin gap yo'q. Qaranglar, mana bitta salfetka. Salfetkani olgin. Qani ishlatyapsan, olib ishlat. Ishlat bo'lgandan keyin endi tashlab yubor. Mana ko'ryapsizlar, komfortda. Mana podsetkalarga qaranglar. Mana bular hammasini bitta liniya bo'lib taxlab qo'yishganini qaranglar. Zabardast baquvvat qilib qo'yishgan. Interyerga alohida respekt, germetичный fugalar qilib qo'yishibdi. Burchaklarni sayqallab dum-dumaloq qilib qo'yishibdi. Ustalarni lekin original ishlabdi. Mana luklarni qaranglar. Sekin ochilib, sekin yopiladi. Mana chig'ani olagini-chi. To'ldirib ko'ramiz, qaranglar. Kirganingizda yengil o'zi yonadi svet. Rostlar, at ko'ziga necha? Nevidimiy eshiklar, at ko'ziga toshdan zabardast qo'yishibdi. Masjidga o'zini hissasini qo'shganlardan Alloh rozi bo'lsin. Odamni baxidili yayraydi, deb bor-ku. Videoni tanishingizga jo'natib qo'ying. U ham ko'rib bir maza qilsin.